Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan yangi ochilgan o'zbekcha sayt haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etaman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Deluxe degan sayt. Bu sayt orqali biz sarmoya kiritib, har xil ranglar sotib olib, pul ishlashimiz mumkin. Saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa registratsiya oynasi ochiladi. Registratsiyadan o'tish oson. Birinchi qatorga telefon raqami yozamiz, pastdagi 3 ta qatorga bir xil parol yozishimiz kerak. Ikkitasi profilga kiradigan parol, bittasi pul yetadigan parol bo'ladi. Xohlasanglar uchalasini ham bir xil qilib olishinglar mumkin. Eng oxirgi qatorga temaymiz. Agar bo'sh bo'lsa, sizlarga taklif kodini video opsiyasida qoldirib qo'yaman, bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Undan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, osongina ro'yxatdan o'tib olamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda 3 UVL hamkorlik dasturi bor. Shular haqida ma'lumot berib qo'ygan. Hozirlarga uni hammasini to'liq tushuntirib beraman. Demak, minimal pulechi 8,5 mingdan boshlanadi. Pulechi 12,5 dan kechasi ertalabki 5,5 gacha davom etadi. Demak, bu yerdan kanalga qo'shilish tugmasini bosib, Telegram kanaliga ham bemalol obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin, yangiliklardan xabardor bo'lish uchun. Demak, X tugmasini bossak, bizga Glavni oynasi ochiladi. Bu yerda ko'rib turganinglardek, sirazi bizga tovarlarni chiqarib qo'ygan kunlik daromad, VIP imtiyoz bo'limi bor. Bu bo'limda hali tovarlar ochilmagan, ochilgandan keyin bemalol sotib olishinglar mumkin. Demak, kunlik daromad bo'limi orqali ko'rib turganinglardek biz eng arzon 50 ming so'mdan boshlab kraska sotib olishimiz mumkin. Bu kraska bizga kuniga 8,5 ming so'mdan daromad beradi. Har kuni biz 50 minglik tovar olib, xohlasak har kuni pullik olsak bo'ladi, chunki minimal pulechi 8,5 ming so'mdan boshlanadi. Demak, bu kraska bizga общий 120 kun ishlaydigan, общий daromadi 1,20 million so'mni tashkil qilar ekan. Sotib olish uchun xarid qilish tugmasini bosib, tasdiq tugmasini bossak bo'ldi. Sarmoya kiritganimizdan keyin, demak, keyingi tovar 200 ming turadi. Bu bizga kuniga 38 ming so'm daromad berar ekan. 110 kun ishlaydi, общий bizga 4,180 ming daromad olib kelib beradi. Demak, ko'rib turganinglardek, sayt xuddi shunaqa har xil kraskalar sotib olib, biz bu saytdan pul ishlab borishimiz mumkin. Qancha qimmat kraskani olsak, shuncha kunlik daromadi oshadi va ishlash kuni kamayadi, lekin ko'rib turganinglardek daromadi bizga ancha выгодно bo'lib keladi, lekin sayt 90 kun ishlaydimi yo'qmi, buni hech kim aniq bilib bera olmaydi. O'shaning uchun sayt hali yangi, bugun start berildi, ya'ni 22/05/26-yil saytga start berildi. Bunaqa saytlarda ishlamoqchi bo'lsanglar, har doim tavsiya etaman, boshida ochilganda kirib bemalol ishlashni boshlashinglar mumkin. Sayt yopilgungacha foydaga chiqib olishinglar mumkin. Demak, bunaqa saytlar qanaqa nastroyka bo'yicha ishlaydi, buni aytib o'taman. Bu sayt ochilgandan keyin birinchi bo'lib odamlarni o'ziga jalb qiladi. Agar qancha ko'p odam o'ziga jalb qila olsa, sayt shuncha ko'p ishlaydi. Misol uchun, har kuni 3 ta 4 ta odam bu saytga kirib bunaqa kraskalarni sotib olib tursa, sayt bizga ko'proq ishlab beraveradi. Agar odamlar kirishi to'xtab qolsa, o'shanda sayt yopilishi mumkin. O'shaning uchun sizlarga aytib o'taman, bunaqa saytlarga agar ishlamoqchi bo'lsanglar, boshida yangi ochilganda kirib ishlashinglarni. Demak, pastda eng oxirgisini ko'rib borishimiz mumkin. 35 million ekan, bu вообще qimmat. Hozirlarga bu yerdagi bo'limlarni tushuntirib beraman. Kanal bo'limi orqali kanalga obuna bo'lamiz, xizmat bo'limi orqali biz bu yerdan ko'rib turganinglardek Telegram adminlar bilan bog'lanishimiz mumkin, ya'ni podдержка bilan bog'lansak bo'ladi. Orqaga qaytib olamiz. Mana orqaga qaytib oldik. Bu yerda to'ldirish, yechish bo'limlari bor. Hozirlarga shuni ko'rsatib o'taman. To'ldirish bo'limi orqali biz saytga sarmoya kiritishimiz mumkin. Misol uchun 50 ming yoki bu yoqqa summani o'zingizlar yozsanglar ham bo'ladi. Demak, 50 ming PayB turibdi. Bu yerda mana to'lash tugmasini bossak, bizga hozir yangi oyna ochilib karta beradi. Xuddi o'sha bergan kartasiga biz pullarni o'tkazib, skrinshot qilib olishimiz kerak. Demak, ko'rib turganinglardek bizga yangi sayt ochilyapti. Uje bizga mana bank karta chiqarib berdi. Ko'rib turganinglardek, bank karta egasining ismi Akbar ekan. Mana bank kartani bizga shotini berib qo'ygan. Xuddi shuni kopirovat qilib olishimiz kerak. Xalq banki ekan va biz rovna 50 ming so'm pulni xuddi mana mashya bergan bank karta raqamiga o'tkazishimiz kerak. Bizga 20 minut vaqt beradi. Demak, pulni o'tishi bilan biz skrinshot qilib olamiz va skrinshot mana bu yoqqa joylashimiz kerak. Skrinshotimiz tushgandan keyin подтвердить платеж tugmasini bossak, uzog'i 5-10 daqiqada bizga kiritgan sarmoya bizning profilimizga kelib tushadi. Keyin boyagidek biz bemalol kraska sotib olishimiz mumkin. Saytga qaytib o'tamiz. Mana sarmoya kiritganimizdan keyin boya aytib o'tgandek, xarid qilish, tasdiq tugmasini bossak bo'ldi. Biz tovar sotib olgan bo'lamiz, ya'ni kraska sotib olgan bo'lamiz. Ko'rib turganinglardek, sarmoya kiritish ham oson, buni hech qanaqa muammoli joyi yo'q. Pastdagi bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Daromad bo'limi orqali sizlar sotib olgan kraskalarni kunlik daromadini ko'rib borishinglar mumkin. Jamoa bo'limi orqali sizlar aytib o'tgandek hamkorlik dasturi bilan tanishishinglar mumkin. Bu yerda jamoalarning statistikasini ko'rib borsanglar bo'ladi. 3 URL hamkorlik dasturi bor, 25, 3 va 2% tashkil qiladi. Ulashish bo'limi orqali sizlar o'zingizlarni
hamkorlik silkalarini kopirovat qilib olishinglar mumkin, ya'ni nusxalash tugmasini bosib. Bu yerda yana hamkorlik dasturi haqida ma'lumot berib qo'ygan. Ko'rib turganingizdek hamkorlik dasturi вообще zo'r, вообще jирный qilib ishlab qo'yishgan. Xolasanglar bu bo'limdan ham bemalol pulli ishlashinglar mumkin saytga do'stinglarni chaqirib. Mening bo'lim orqali sizlar уже полный o'zinglarni statistikalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Bu yerda to'ldirish tarixi, yetish tarixi, biz haqimizda yuklab olish bo'limlari orqali приложениесini yuklab olsanglar bo'ladi. Pul yechish, pul kiritish statistikani ko'rib borishinglar mumkin. Daromad tarixi, ya'ni qachon foyda kelib tushyapti, balansinglarga qatdan kelib tushyapti, shuni ham ko'rib borsanglar bo'ladi. Xolasanglar til bo'limi orqali tilni o'zgartirishinglar mumkin. Xabarlar bo'limidan sizlarga kelayotgan xabarlarni ko'rib borishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek sayt interfeysi oson. Sizlarga endi pul yechishni ko'rsatib o'taman. Demak, pul yechish uchun biz birinchi bo'limini bosh sahifaga o'tamiz. Bu yerdan yechish tugmasini bossak, bu yerdan biz birinchi bo'lib bank kartamizni saqlanib qo'yishimiz kerak. Uning uchun birinchi qatorga bank karta egasini ismi, ikkinchi qatorga bank nomi, uchinchi qatorga biz bank kartamiz 16 ta raqamini yozib, tasdiq tugmasini bosishimiz kerak. Mana biz uchala bo'limni to'ldirib oldik. Endi tasdiq tugmasini bossak, endi xuddi shu saqlanib qolgan kartamizga biz bemalol pullarni yechib olishimiz mumkin. Birinchi qatorga biz summani yozib olamiz. Balansimizda 115 ming so'm pul bor. Biz hammasini yozamiz. Komissiyasi bilan bizga 100 ming atrofida pul kelib tushadi. Demak, ikkinchi qatorga biz boyaga uchala bir xil yozgan kodimizni yozamiz. Agar sizlar bittasini boshqacha yozgan bo'lsangiz, uchinchidagi yozgan kodinglarni xuddi mana shu bo'limga yozishinglar kerak. Pastda bank karta ma'lumotlarimizni chiqargan soat 12:00 dan 17:00 gacha biz aytib o'tgan pul yechib olsak bo'ladi va ko'rib turganingizdek yechgan pullarimiz 2 soatdan 24 soatgacha bizning kartamizga tushirib beriladi va minimal pul yechish aytib o'tgandek 8,5 ming so'm. Endi biz birinchi qatorga summani, ikkinchi qatorga parol yozganimizdan keyin bank kartamizda saqlanib qilib bo'ldik. Bu yerdan yechish tugmasini ustiga bir marta bosamiz, tasdiq tugmasini bossak bo'ldi. Bizga ko'rib turganingizdek pul yechildi degan galchka chiqarib berdi va bizning pulimiz обработкаga ketdi. 2 soatdan 24 soatgacha bizning kartamizga pullarni tushirib beradi. Demak, ko'rib turganingizdek sayt xuddi shundan iborat. Aytib o'tgandek 22:05 ya'ni 22-may kuni start berildi bu saytga. Kirib bemalol tanishib chiqishinglar mumkin, yo'qsa pul ishlashinglar mumkin. Aytib o'tganimdek, bunaqa proyektlarga har doim yangi ochilganda kirishinglarni tavsiya etaman. Ya'ni 22-may O'zbekiston vaqti bilan soat 9:00 da start berilibdi. Buni men saytda adminlari tomonidan so'rab oldim. Demak, bu sayt silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol xuddi shu tariqa o'tsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kommentariyaga Telegram kanalimiz silkasini ham qoldirib qo'yamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.